Bizni oilamizda bo'ladigan, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oilalarida ham kelishmovchiliklar bo'lgan. Bir narsada kelishmovchilik bo'lib qoldi-da, shunda so'radilar: "Ey Oysha, keling oramizga bir kishi hakam bo'lsin, oramizni kelishtirib qo'ysin" dedilar. Umarga aytaylikmi? Roziyallohu anhuga aytaylikmi desizlar? Yo'q dedilar. Otangizni chaqiraylikmi bo'lmasam? Mayli dedilar. Chaqirishdi. Abu Bakr roziyallohu anhu keldilar. Keyin nima gap? Shu qizingiz bilan Oysha bilan kelisholmay qoluvdik. Bu kishidan eshitdik, mendan eshitdik, oramizni bir kelishtirib qo'ysangiz. Sizga aytyapman-ku, lekin ko'z oldimda tasavvur qilyapman. Ulug' zotlar, butun olamga rahmat qilib jo'natilgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollari bilan bo'lgan bir kelishmovchilikda, ya'ni qaynota bo'ladi-da, o'zlaridan kichkina bo'lganlar, masalan 2 yosh Oysha, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kelib oramizni bir kelishtirib qo'ying deyaptilar. Keldilar, nima gap? Shunaqa kelisholmay qoldik. Payg'ambar alayhissalomning odoblarini qarang. Oysha onamizdan. Birinchi siz aytasizmi, muddoingiz yoki men aytaymi? Oysha onamiz aytdilar, siz ayting, faqat rostini ayting dedilar. Abu Bakr roziyallohu anhu jahllar chiqib ketdi. Qizlarni urib yordilar keyin. Qachon Rasululloh yolg'on gapirganlar, rostini ayting deysan, odobsizlik qilasan Rasulullohga nisbatan. Qachon yolg'on gapirganlar bu kishi deb turib, qizlarni urib, ya'ni yiqitib yordilar hatto. O'rtadan baribir hayiqadilar-da, qo'rqadilar. Darrov payg'ambar alayhissalomni orqalariga yashirinib oldilar keyin. Bo'lmasam, mana shu paytda payg'ambarimiz bilan ya'ni kelisholmay turgan holatlar edi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar Abu Bakrga: "Abu Bakr, nega urasiz bizni? Biz sizni buning uchun chaqirganimiz yo'q." Xullas, bo'ldi, shu bilan muammo bitadi, yana opoqchi bo'lib ketishadi.